Biza qur'a tashlash marosimini boshladik. Bu esa taxminan qur'a tashlash marosimi stilidan chiqmas. Tak, birinchi A guruh. Mana. Hop, kim bu? Tak. Meksiko. Birinchi A guruhga Meksiko tushmoqda. Yomon emas, yomon emas. Ikkinchisi, ya'ni bu A guruhga tushadigan ikkinchi komanda. Va bu Xorvatiya. Juda ham zo'r sostav bo'ladiganga o'xshayapti. Ya'ni kuchli. Bu uchinchisi. Afrika. South Afrika. Dahshat. To'rtinchisi. Va shu bilan A guruh tugaydi. Juda ham kuchli tuyulmoqda menga, lekin buni vaqt ko'rsatadi. Va bu Haiti. Bilmadim qanday komanda-yu, no 4-savatdagi edi. Короче, ikkinchisi S guruh, birinchisi. Brazil, нормально. İkincisi. Koreya Respublikasi. Yomon emas, yomon emas. Lekin agar bu to'g'ri chiqib qolsa, men bilmadim o'zimni. Qatar. Agar to'g'ri chiqsa, albatta like bosib qo'ying. Yevropa qit'alaridan qaysi komanda bu anaqa qilinmaydi o'zi. Va do'stlar, B guruh ham tugadi. Ana endi do'stlar, S guruh. Qani ko'ramiz. S guruhda kimlar bo'ladi? Hozircha yomon emas, lekin hali kuchlilar degani emas bular. Tushunarli. Portugaliya. Oy oy oy. Endi Portugaliyaga menimcha qiyin bo'lmaydi, chunki eng komanda menimcha yo'q ham. Norvegiya qoldi faqat boshqanaqada va bu ikkinchisi Ekvador. Ekvador hech narsa emas. Hop. Va uchinchisi. Tasma olamiz. Men ko'rayotganim yo'q. Mana Tunisiya. Tunisiya. Men Turkiya deb o'ylardim, lekin shu Tunisiyaligini endi bildim. Tunisiya tushdi do'stlar va 4-siga qaysi terma jamoa bo'lar ekan? Iordaniya. Prosta. Portugaliyaga qiyin bo'lmaydi. Javob. D guruh do'stlar, mana D guruhga endi kim tushadi? Kim deb o'ylaysizlar? Menimcha D guruhga Niderlandiya bo'lishi mumkin. Yo'q, Germaniya tushdi birinchi anqadan, savatdan. Va ikkinchi savatdan Urugvay. Hozircha yomon emas. Chotki. Va 3-savat Shotlandiya. Hali O'zbekiston chiqmadi. Shuni eslab qolish kerak. Bu menimcha Yevropa yo FIFA tomonidan bo'ladigan bo'lsa kerak. Da FIFA tomonidan do'stlar, bu ham o'sha reyting bo'yicha birinchi, ikkinchi o'rin qilib chiqqanlar va shu hozircha. Endi do'stlar, E guruh. Hop, E guruhga kimlar tushadi? Har doimgidek. Yana o'sha birinchi savatdan boshlaymiz. Va bizga Fransiya. Не хочу emas. Yomon emas. Va bu Avstraliya. Endi Avstraliyaga zo'r komanda emas u. No, terma jamoa bo'yicha yaxshi, bizga ancha muammo tug'dirishi mumkin agar biz tushib qolsak mabodo. Va keyingisi Yegipet, ya'ni Misr. Va 4-savat esa kim bo'ladi? Nima o'ylaysiz? Yevropa. Ya'ni o'sha 1, 2, 3, 4 o'rinlarni olgan, menimcha yaxshi bilmayman-u, no, takoy shunaqa. Endi F guruh do'stlar. F guruhda kimlar tushadi? Hop.
Bu taxminiy. Bu hali 1 soat bor, shuning uchun taxminiy. Hmm. Belgiya. Yomon emas. Hop, va ikkinchi savatchadan kim? Avstriya. Hop, ikkinchi savatchada menimcha kuchli komanda qolmadi. Va keyingisi bittasini olamiz. Norvegiya. Oho, qiyin, juda qiyin. Va 4-savatcha. Va bu FIFA, ya'ni o'sha birinchi yoki ikkinchi o'rinni olgan komanda. Hozircha shu. Endi esa G guruhi. G guruhi, hop, ikkinchi savatchadan boshlaymiz. Birinchi savatchadan boshlagan уже kelmay qolyapti. Va Shveysariya. Yomon emas. Va 4-savatchadan olamiz. Aralash qilamiz endi bu yog'iga. Uncha oddiy tuyulyapti o'zimga. Va bu Kurasao degan komanda ekan. Mana kim tushunsa agar. Va birinchi savatcha. Birinchi savatchada hop, Argentina, Fransiya yo Argentinalar bor hali. Va bu komanda Kanada. Hop, va 4-si emas, 3-si. 3-chi anaqa. Bu 3-dan kim tushar ekan? Paraguay. Hali O'zbekiston chiqmaydi menimcha. Esa H guruhi. Hop, endi bu qaysi biridan boshlaymiz? Hop, 3-sidan. Hop, va bunda kim? Panama. Judayam shiddatli o'tmoqda, lekin bu albatta haqiqiy emas. Lekin taxmin qilib ko'rishga yomon ham emas. Va birinchi savatchadan Niderlandiya. Men bu jamoani menimcha semifinal, ya'ni yarim finalgacha chiqadi deb o'ylayman. Marokash ikkinchi savatchadan va oxirgi 4-savatcha. 4-savatchada hali komandalar bor. Kuchli emas-u, anaqa play-off bilan chiqqanlar. Va Gana ham yomon emas va bu H guruhi edi. Endi esa I guruhi, ya'ni bu I guruhi. Hop, I guruhida hop, qaysi bir 3-savatchadan yana boshlaymiz. Va bu kim bo'ladi? O'zbekiston do'stlar, O'zbekistonga kim tushadi do'stlar? Kim tushadi? Kim kutmagandim. Va birinchi savatchadan O'zbekiston do'stlar, O'zbekiston. AQSh hech narsa emas. Lekin raqib biz uchun nimadir bu qilishi mumkin baribir. Biz ham raqiblarga qarshi nimadir qilamiz degan. Har holda ancha rivojlanganmiz hozir futbol bo'yicha. Va Yevropa qit'asidangina qandaydir ikkinchi savatchadan Eron. Yo'q do'stlar, Eron tushdi bizga. Va do'stlar, ko'rdingiz, O'zbekiston qanaqa qilib просто agar mana shu to'g'ri chiqsa, bitta obuna, bitta like, atush. Endi J guruhi, boyagisi G guruhi edi. Hozir endi J guruhi va ikkinchi savatchadan boshlaymiz. Kim ekan bu? Yaponiya. Yaponiyaga kim qarshilik ko'rsata oladi? Hop, 4-savatchadan qo'limga ilmay qoldim. Hop, Cabo Verde. Hop, qiyin bo'lmaydi menimcha Yaponiyaga, lekin bizga hop, 3-savatchadan Saudiya Arabiya, ya'ni Saudiya Arabistoni. Hop, va 1-savatchadan kim? Argentina. Juda ham azaliy dushman raqibimiz. Portugaliyaning dushman raqibi. Messi bor, bilasizlar. Va bu J guruhi edi. Endi bo'lsa K guruhi. K guruhida kim tushadi? Hop, 4-savatchadan boshlaymiz.
O'zi ikkita donagina qoldi har bitta savatchadan. Va bu Yangi Zelandiya. Bu demak kimga tushadi? Buni ikkinchi savatcha hal qilib beradi va Yangi Zelandiyaning raqibi bu Kolumbiya. Va bo'lsin 3-savatcha. Oxirida birinchi savatcha eng menimcha Luchilar ro'shda qolgan Aljer. Birinchi savatcha do'stlar, kim oxirgilar qoladi faqat. Va bu savatchada bizda Ispaniya. Judayam kuchli raqib Yamal Olmo. Va do'stlar, L guruhi eng oxirgi guruh va eng oxirgi guruhni boshlab beradigan terma jamoa Senegal. Senegalga raqiblari birinchi savatchadan Angliya. Nega Angliya chiqmaganmidi? Hozir esimda yo'q. Va Angliya yomon emas. Va o'sha oxirgi qolgan Yevropa qit'alaridan birinchi yoki ikkinchi bo'lib chiqqanlar va eng oxirgisi bu kim bu? Cote d'Ivoire degan komanda ekan. Xo'p do'stlar, agar shu to'g'ri bo'lsa, bitta like, bitta obuna bosib qo'yinglar. Biza 300 ta bo'lishimiz kerak va yarim soatdan so'ng bo'ladigan qur'a tashlash marosimini albatta ko'ringlar. Keyin kommentariyaga fikringlarni, o'z liginglarni qoldiringlar. Bo'lmasam ko'rishguncha xayr. Qur'a tanlash Bo'lmasam xayr. Jahon chempionati 2026da ko'rishamiz.